Jahon davlatlari yetakchilari siyosiy masalalarni ijtimoiy tarmoqdagi guruhda muhokama qilib o'tirishi va o'zaro hazillar qilishi, arazlashishi, qaysidir davlat rahbari guruhga qo'shilgani desa, boshqalar chiqib ketishi haqidagi hazillarga ko'zingiz tushganmi? Bu aslida reallikdan unchalik uzoq emas. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer podkaster Robert Pestonga bergan intervyusida shunday WhatsApp guruhlar mavjudligini tan oldi. U turli yetakchilar bilan turli guruhlarda o'tirish haqida gapirib, o'zi WhatsApp fanati emasligi, behisob yozishmalar va muhokamalar ichida adashib qolishini ham qo'shimcha qilgan. Bosh vazir shunday guruhlardan biri Ukraina masalasini muhokama qilish uchun ochilganini aytib o'tgan. Kir Starmer qaysi rahbarlar WhatsAppda faol ekani haqidagi savolga ham javob bergan. Uning aytishicha, Finlandiya prezidenti Alexander Stubb qolganlarni yig'ishga va gapirtirishga juda usta hisoblanadi. Umuman olganda davlat rahbarlari to'g'ridan-to'g'ri yozishmalar olib borishi sir emas. Xususan, Donald Trump yanvar oyida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron yozishmasini ommaga ochiqlab yuborgandi.